Assalomu alaykum. Nazarga Alaykum. To'rajonim. Tug'ilganingizni tabriklayman. Rahmat. Umringiz uzoq bo'lsin. Eng yomon kunlar boshlansin. Aytishadiki, jannat onaning oyoq ostida bo'ladi. Bugun sizni farzandlaringiz, yaxshi ko'rgan farzandlaringiz, Asadbek akam, Ahror akam, Abror akam va qizingiz Noila xola juda sizni yaxshi ko'rgan. Buni anchadan beri kutgandi. Meni onajonimda 49 yoshini mana shunaqa ajoyib nishonlarimizni birga tutib qo'ydi. Bugun akajonlarim niyati amalga oshdi, onajon. Onajon sizni juda yaxshi ko'raman. Hozir birinchi o'rinda o'g'illaringizning eng kattasi bo'lgan va farzandlaringizning eng sardori bo'lgan Asadbek akamga so'zni olib beraman. Sizni tabriklayman, Asadbek aka. Onajonim tabriklayman. Sizlarga kerak. Sizlardan yaxshi ko'ring. Nasib qilsa, kelgusi to'ylarni nasib bo'lsin. Xo'jamlar bo'lsin oshisi. Kimlar uchun yuksaklarga parvoz etgan zo'rman men. Kimlar uchun yuksaklarga parvoz etgan zo'rman men. Ular hali bilmaydilar, hali hamon g'urman men. Yonimdagi jannatimni ko'ra olmagan ko'rman men. Hali hamon yuribman-u. Hozir o'tib qaraganingizni qo'ymoqchiman. Vaqtingizga sog' bo'ling. Ana gapingiz bo'lsa, ha, onajon topshiriq qo'yingchi. Sog' bo'l. Vaqtimga omon bo'l. Onajonim, sizni bitta Asadbek ekanmiz, Ahror akam, Abror akam juda yaxshi ko'ragan. Ular o'zi kelolmadi, lekin tabriklar yetkazdi. Onajonim, sizni juda yaxshi ko'ragan. Xo'p, endi kuttirmayman, bu yerda hozir Asadbek akam tabrikladi. Sizning bitta yakka yagani qizingiz, akajonimiz singlisi sizni tabriklayapti. Hozir deyapti Asadbek akamdan undan ham ajoyib she'r aytaman. Aya, men sizni juda yaxshi ko'raman. Nima deysan? Rahmat, borlaringga shukr. Sog' bo'linglar, meni baxtimga omon bo'linglar. Nima deysan? Rahmat. Onajon, bu xursandchilik, quvonch ko'z yoshlari sizni bo'lib juda yaxshi ko'rishdan dalolat beradi. Onajonim, qarang, men mana shu yerga keldim. Birinchi bo'lib bir kishi so'z yozdi. Farzandlaridan keyin birinchi men bu tabriklayman dedi. Kimni o'ylaysiz buni? Bilmadim. Rahmat ko'ringchi. Qaynimmi? Bilmadim. Ovsinlarimmi? Ovsinlar sevadimi mana? Kelinlarimi bu? Kelinlariz bormi? Oh, qaysi biri bo'lsa, qaysi baxtli inson bo'lsa hozir? Bilmadim. Topamasizmi? Yo'q, topaman. Unda men sizni juda yaxshi ko'radigan Hasan aka shodami? Qarsaklardan Hasan akam kutib qolamiz. Akajon, mana shu akam kelgani bir ovozlarda. Men sizni tabriklayman deb aytdi Hasan aka. Hasan aka, Assalomu alaykum. O'rama rahmat. Assalomu alaykum. Yangajon, tug'ilgan kunlaringiz bilan tabriklayman. Rahmat. Alloh bergan umrni chiroyli o'tkazib, mazmunli o'tkazib, Xudo xolasa keyingi yil qo'sha kelinlar bilan, Xudo xolasa. akam bilan baxtli bo'ling. Farzandlaringiz rohatini ko'rib, Xudo xolasa. Akalarga ham rahmat. Bundan ham zo'r nimalar qilib o'tsin. Rahmat. Asadjon, rahmat o'g'il. Rahmat yangajon. Sizlarga ham rahmat. Sog' bo'linglar. rahmat akajon, rahmat. Xo'p, onajon, qarang, sizga bitta savol beraman. Bugun sizning eng baxtli kuningiz. Eng baxtli kuningiz sizda bugun. Baxtli kuningizdan birinchi bo'lib kim tabriklaydi sizni? Birinchi bo'lib Asadbek. Asadbek. Asadbek akam taqarsaklar bo'lsin. Ikkinchi bo'lib kim tabriklaydi? Ikkinchi Ahror o'g'lim. Ahror aka taqarsaklar, bizni ko'rmoqda. Uchinchi bo'lib Uchinchi Abror. Abror akamizga qarsaklar bo'lsin. Men ovsinlar, kelinlar deb eshitdim, lekin eshitmadim. Kelinlarimi? O'zi ishda o'g'rini ajratdim. Bo'pti, to'rtinchisiga o'tdi. To'rtinchi kun tabriklar. To'rtinchi kun esimda yo'q, hammasi tabrikladi. Bo'ldi. Ishda o'g'lingiz bir ikkinchi o'rin topdi. Tabriklayman, baxtli bo'ling. Onajon, sizga hozir mikrofon beraman. Bitta farzandlaringizga bunday niyatlarni aytdim. Avvalambor xush kelibsizlar. Mana shu xonadonimga fayz barakat olib keldilaringiz. Ro'za Ramazon oylari hammamizga barakatli kelsin. Hammamiz sog' salomat o'ynab kulib yuraylik. Farzandlarim doimo sog' bo'lsin, omon bo'lsin. Shular baxt kamolini ko'rib yuraylik. Ovsinlarimga, kelinlarimga, qaynilarimga, nevaralarimga hammaga rahmat. Doimo birga bo'laylik. Kelgusi yil
ikkita kelin olib, kelinlarim xizmatda bo'lsin. Kelinlarim izzatda bo'lsin, ovsinlarim izzatda bo'lsin. Xonadonlarimiz doimo sog' salomat o'ynab kulib yuraylik. Dunyomiz tinch bo'lsin, osmonimiz musaffo bo'lsin. Doimo hamma o'ynab kulib yursin. Mana shunday hammaga nasib qilsin, mana shunday bayramlar, farzandlarim hammani tabriklab yursin deb. Rahmat. Rahmat onajon, chiroyli tilaklar bo'ldi. Onajonim, sizga qarang. Doim to'yingizda xizmatda bo'lgan. Kecha ko'z oldingizda bo'lgan. Mana shu o'g'illaringizni, qizlaringizni tog'asi bo'lgan. Yigitlarni sarori bo'lgan. Men bu yerga Asadbek akamning tog'asi Sarorjon tandim. Saror aka, assalomu alaykum. Hozir bitta chiroq beradi. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sat yaxshimi? Xudojonga chiroq beradi. Siz. Assalomu alaykum hammaga. Opa tabriklayman. Rahmat. Buni ko'ring. Pochcham bilan baxtli bo'ling. Ha, bo'ldi. Chiyardan ovqat. Shunday. Rahmat Saror aka. Sizga rahmat Saror aka. Opajon bo'lishgan. Nazarga opa sizga ashkor ekan. Qang, nazarga opa, bunday qilamiz. Nechta o'zingiz bor? Bu yerda nechta o'zingiz Bu bor? yerda 3 ta o'sin. 3 ta? 3 ta o'sin taklif qilaman men. Mana shu 3 ta o'sin taklif qilaman. Bir ikkinchi. O'sinlar. Qana. Bitta o'zini keldi. Sotmaymiz. Bugun opajon, to'g'ri ekan. Keng opa, keng. Yolmang. Keng opajon. O'yanda ishtabsa nima bo'ldi? Hozir opajon, o'sinlar bittasini ko'ramizmi? Bittasini ko'ramiz. Yaxshigina. O'sinlar bitta savol tikaman o'rtaga. Kim topsa, ana sovrin egasi bo'ladi. Agar hozir bitta savol beraman, opajon, bitta savol beraman. Agar o'sinlarning topsa bitta ko'ylak ataysizmi, atamaysizmi? Atayman. Ko'ylak atayman. Mana opajon, bundan atayman kerak. Bitta ko'ylak o'qiz. Qarang, mening Nazakat opam. Qaysi kurdashmiz? Yaxshi. Eshitib oldingizmi? Bo'ldi. Men Nazakat opam qanaqa ovqat tashib ko'raman? Topganga bitta ko'ylak bor. Kim katta? Opajon, sizdan Saror kurslik Hozir. Osh bo'lsa kerak. qanaqa osh? Palovda. Palov, yaxshi. Ikkinchisi. Patak. Sizmi? Ya shuncha o'sin bu nima? Mehmon qilmaysizmi? Qani bitta ko'ylak ketamiz, katta o'sin qo'y. Yaqinlar shuda. Orqada javob aytmaylik. Sizga ko'ylak bermayman. Opa. Axir bitta ko'ylak qarang, ajoyib ko'ylak bo'lsa, ha? Hallaringizniki ovqatda. Men jarim chaligan bo'lsa, bilib o'tiribsiz, uyatda. O'rta zotda elektr ko'zlayman-da. Nima qanaqa dolaman? Go'sht dedimmi? Go'sht nima? Qanaqa go'sht? Go'shtmi? Qo'y go'shtmi? Qo'y go'shtmi? Qo'y go'shtidan. Qo'y go'sht dolaman. Kichkina oson joyga olamiz, ha? Manta bo'la qolsin. Manta. Hop, onajon. Qarang, bu yerda bu katta oson, bu kichkina ozonlik yo'q. Bugun haqiqat. To'g'ri javob bermayman. To'g'ri javob. O'sha ham to'g'ri. Ya, unday dema, 3 ta kelib siz hisoblar. Yo'q. Bu taxmin etib xuddi sizga. Men aytaman hozir. Men oshni yaxshi ko'raman. Osh, halolmi? Bo'ldi. Katta o'zinga qancha kerak? Bildirasiz. Halolmi? Halol. Qarang, yana bitta savol beraman. Bitta savol beraman. Salafonda paflimmi? Apkulu. Siz olib qo'yasiz. Opajon qanaqa kiyimlash Qora kerak? paketda bor, to'pishgan vosita. Qaysi biri? Qizil. Siz opa. Qaysi biri? Qizilmi? Ya, bir kelishak opa. Ko'rasizmi? Ko'z qisqasi. Bitta kuylar araq qilamizlar. Yo. Xo'p. Yana bitta eng zo'r savol tashlaymiz, ha? Opajon qanaqa savol tashlaysiz? Ha? Bilmasam. Qaragarada? Bitta qaragarada bilamiz, men bilamiz. Opajonning yaxshi ko'rgan ranglari. Qanaqa yaxshi ko'radi opajon?
Nima bu? Siz faqat bilmaysiz opajon, nima yurmaysiz? Nimaga? Ha, yo'q, keyin ko'rishapmiz, misol uchun video rasmdan ko'rasiz. Ushlab tur, keyin Qarating. Qizil. Zakat onajon, to'g'ri javob bormi? Qarang, qo'rqasiz. Qizlarni javob kutamiz. Onajon qanaqa shu? Yashil. Qizingiz qo'shilib qo'yadi. Hujumlaring turing. Qaysi aytadi? yashil. Yaxshi, qizlar yurtda qanday o'zi? Opazonlar, olsinlar. Men shuncha harakat qilaman. Sizga ham kuylab o'zim, sizga ham kuylab o'zim dedi. Hamma o'y. Kattasi o'lib ketdi. Akajon ko'rdingizmi? Kattasi o'lib ketdi. Endi shu bilanchi kattasiga birinchi so'z aytib beraman. Opajon? Nazikatenga mana shu yaxshi kunlarni juda ko'p bo'lsin. Tug'ilgan kunini tabriklayman. Tog'am bilan qo'sha qaring. Yaxshi kelinlar, yaxshi kuyovlar uchrasin. Oilangizda hamisha mana shunday quvonch kunlar ko'p bo'lsin. Har doim yoningizda biz bilan sog' salomat yurib, qatnashib yuraylik. Nima deyman? Rahmat. Do'stlaringizni oxirida qachon quchoq olasiz? Yo, işte. So'ra olasiz. Qanday kerakmiz? Ko'rdingizmi? Beraman desa ishlasa emas, ko'rdingizmi? Beraman. Tug'ilgandan beraveradi. Siz savob qilsangiz, siz ham savob qaytarib ko'rasizmi? Bitta so'z bilan. Opajonim. Ha, opa. Tabrik. Yaxshi kunlar ko'p bo'lsin. Bu yoshlar ko'pini ko'ring. Nasib qilsa, akam bilan birgalikda farzandlar rohatini ko'rib, yoshlarga bag'ishlab nasib qilsin. Hozir mamolar bo'laysiz. Allohim. Nasib qilsa kelasi yillar Asadjonga ham nasib, yaxshi soliha kelinlar nasib qilsin. Allohim. Kelinlar a'zoda bo'ling. O'qishlarga kirsin, qizlaringiz, o'g'illaringiz. Yaxshi kunlar ko'p bo'lsin. Rahmat. Barchalarga baraka bersin. Rahmat. Rahmat. Siz qachon quchoq olasiz? Olishmaydi. Rahmat. Bu yoshlar ko'p bo'ling. Siz ham Endi bolalar. oxir o'zingiz kutibdi. Hammasi zo'rlab bilgan turibdi. Ya'ni nimalarda menga de, ular turibdi. Olsinjonim, tug'ilgan kuningiz bilan tabriklayman. Umringiz uzoq bo'lsin. Rizqingiz butun bo'lsin. Farzandlaringizni baxtini, kamolini ko'rib yurish nasib qilsin. Akam bilan qo'sha qarib bir umr baxtli, taxtli bo'lib yashangizlar. Shu nima deydi? Eng yaxshi tilaklar sizlar uchun. Yaxshi kelinlar kelsin, uylaringizni nevaralarga to'ldirib, har doim oilalaringizda xursandchilik arimasin. Rahmat. Boshqa nima? Rahmat, rahmat. Rahmat. Siz qachon quchoq olasiz? Bitta o'pib qo'yaman. Onajon, Asadbekning juda kuchli aylangan o'sinlaringizga. Hammasi uylarni qisqasi. Bu bizga emas. Aytib chiqqanda to'g'ri uyiga chaqirmang, hamma chaqirib chiqadi. Ay, shunday. Cho'chaq hech qoldirmang, e'lantirib oling. Nasib. Xudo xolasa. Xo'p, onajon, bu yerda kelinlaringiz ham bor ekan-a? Kelinlaringizni tilak eshitamiz. Nechta keliniz bor bu yerda? 6 ta. 6 keliniz bormi? 6 ta kelin. Yo'q, ularga savol bermaymiz, ko'p ekan. Kelinlar taklif qilamiz. Olsalar sizga katta rahmat. Tabriklar qo'yganlaringiz uchun. Yaxshi kunlaringda birga bo'laylik. Qo'llariga boshib yurgin. Nasib bo'lsa kelinlar ortib to'ylar qilinglar. To'ylaringda hammamiz qatnashaylik. Yuzlariga kirgin. Allohning rohatini ko'ring qizim. Onajon kelgan, otajon tumarni bosing. Men bir g'animan. Ey yashang, kirgan. Mustafa bilan qo'sha qaragan. Xudoya kelinlar uylaridan to'ylar bo'lmoqda. Libera to'ylar ko'rgan. Yuzlarga kirib, hamma salomat bo'linglar. Hammalaring qo'shganlarim bilan qo'sha qaringlar. Dunyomiz tinch, osmonimiz musaffo bo'lsin. Onajon, quchoqlab qo'ying. Nega tabriklayman, ha? Ay, yashang. Tug'ilgan kuning bilan. Siz yaxshi. Jana to'g'ri ketdi.